Assalomu alaykum yaxshilar, sog'momsizlar. Juma ayyom muborak bo'lsin. Juma kundagi ishlarimiz boshlab oldik biz. Hamma sog'-omon bo'lsin. Yaxshiliklar Allohim hamisha nasib ro'za aylasin. Ro'za Ramazon kunlari hammamiz savoblarimizni Alloh o'zi ko'paytirib bergan bo'lsin. Ishlarimiz boshladik. Yana somsalarga harakat. Non olib kelib qo'yilgan. Hop, bu yerda pirojki xamiri tayyor. Non xamiri mana oshyapti bu ham. Qozonimizda mosh kichiri tayyorlayotdik. Bu qozonimizda qozon kabobimiz. Bu qozonimizda qaynatma sho'rvamiz. Mana tip-tiniq sho'rvalar qaynayapti. Bu yerda mosh kichiri piyozlarni alohida qovurib oldik. Bilasizlar, biz har doim o'choqda qilamiz tashqarida. Hozir ro'za Ramazon kunlarida sal odam kamroq. Shuni hisobiga ichkarida tayyorlayapti. Mana qozon kabobcha, ichiga bittadan lo'li kabob ham soldim. Nima deydi? Kotletlar qildim kichkina-kichkinada. Solib qo'ydik. Xudo xolasa pishguncha. Dumba yog'lar ham sovordik. Pishguncha qaynab yotaveradi. Tushlikka hamma narsalarimiz tayyor bo'ldi. Pirojkilar oxiri pishyapti. Mana sho'rvalarimizni ham kartoshkalarni soldik. Tip-tiniq zo'r chiqdi o'zi. Mosh kichirimiz ham tayyor. Mana nonlarimiz pishdi, zo'r bo'lib. Bu yoqda somsalarimiz pishyapti. Bu yoqda yana nonlarimizni bo'lib oldik. Mosh kichirlarni suzdik, sho'rvalarni suzib bo'ldik. Ozgina qozon kabobimiz ortdi. Endi pirojkilar qolmadi umuman. Nonlarimiz bugun juda ham zo'r chiqdi. Nonlarni ko'rsatib gumbillagan deydi-yu. Bu yumshoq zo'r chiqdi rosa. Ishxonada ishlarni bitirib olib, kelib oldik. Ozgina iftorlik qilyaptik. Alloh yo'lda ehson. Ehsonlarimizga hozir dasturxonlarni bezatyaptik, ovqatlarni tayyorlayaptik, xudo xolsa. Islom mehmonlarni kutib olsak bo'ldi. Men hozir ham ko'rsataman. Nonlarimiz qaranglar, bugun ishxonada o'zi katta non qilamiz-ku. Bugun mana shunaqa kichkinasidan tayyorladik. Rossa ham zo'r chiqdi, yumshoqqina. Naboda bir narsa live aytaman sizlarga. Osh tayyorlaysizlar-yu, osh qilganinglarda yog'lari ortib qoladi. Shu yog'larni oddiy suv, ozgina sut solib, dro'sh solib, boya osh yog'ini solib non qilsanglar zo'r chiqadi. Mana shu patirchilar ko'pincha shu oshpazlardan osh yog'ini olib qilishadi. Shunaqa qilsanglar rossa ham zo'r chiqadi. Bizga ham juda ham zo'r chiqdi o'zi ham. Shunaqa bilqillagan, yumshoq bo'lib, mazalari zo'r bo'lib chiqdi. Ana iftorlarni ham o'tkazib oldik. Ehsonlarimizni Alloh qabul qilgan bo'lsin. Xudo xolasa yana ko'p yillar shunaqa iftorliklarni qilib, taravih namozlarini o'qishimizga Allohim nasib ro'za aylasin. Sog'-omon bo'linglar yaxshilar, yaxshiliklar diydorlashaveraylik. Nima ovqatlar tortdingiz deb qiziqayotgandirsizlar. Endi u deb ovqat yeyotganimizni, nima mehmon qilayotganimizni ko'rsataversak, toza riyokorlik bo'lib ketmasin. Yo'q, tinchlik, omonlik bo'lsin, sog'-omon bo'linglar yaxshilar.